Aniq bilamanki, bunaqa pulga bunaqa remontli topish qiyin. Bu ko'rib turgandek spanli remontlari juda ham chiroyli. O'zgacha mehr bilan qilingan. Tayyor. Bu prixoshkamiz. Prixojniy shkafli qilingan, mozaika oynalar qo'yilgan. Bunisi zal, mehmonxona, konditsioner, televizor, hamma narsamiz qoladi. Ketdi. Bu detski. Juda ham chiroyli albatta. Bu kartinkalar bir kishilik. Dars qilish uchun stol, shkaflari, hamma narsa qoladi. Uyimizda Chilonzor 19-kvartalda joylashgan, 3 xona, 4 xona qilingan. 2-etaj joylashgan. Bu mana bu oshxona bo'lgan. Balkon chiqarishgan. Bu detski bu yo'lga 2 etajli kravatli qilib, ham chiroyli qilsanglar bo'ladi. Bunisi esa oshxona. Xolodilnik, gaz plita, hamma narsasi tayyordi. Kirasiz, yashaysiz bo'ldi. Nima qilasiz? Bo'ldi, qidirib o'tirmang, keling mashta bo'ldi. To'g'risi, bosadigan joy, kelasizlar, olasizlar, bo'ldi, yashaysizlar. Yoki arendaga qo'yib qo'yinglar 500-600 dollardan. Daromad kelib turadi. Hammaga rahmat, like bosishni unutmanglar.